Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilari. Mana bugun biz sizlarga yana To'yintoqdan video lavha qilyapmiz. Bugungi sizlarga keladigan bo'lsak 13-mart 2025-yil. Bugungi sizlarga keladigan bo'lsak 13-mart 2025-yil. Bizda bahor avjida. Mana bu chechaklar. Ko'ryapsizlarmi? Atrofga qarang. Videomizga bittadan like'lar bosinglar, ko'ngillatib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Bahor judayam avjida. O't juda zo'r. Mana o't. Mana. Sizda shunday vaziyat. Videoga maksimal like'lar bosinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum barodar aziz, xush omading va kanalim To'yintoq TV. Imroz ma syomka qildim. Ay To'yintoq TV. Ay To'yintoq video qildim. Videoda yakta like buzanit, dar kommentariy fikrotini bilasiz. Ina. Bahor moda zo'ray. Alaf tinch, alaf zo'ray. Bizda shunaqa gaplar. Qo'ylarni o'tlashni qarangizlar. Manaki. Qo'ylar qorni to'yib qolgan. Mana kelyapti. Rot. Bu qo'ylar menikini atrofga oshib ketyapti. Manaki. Shot. Agar kim chaganaga topshirmoqchi bo'lsa, tagida nomer qoldiraman. Shu nomerga aloqa qilingizlar. Shu To'yintoqda shu yerlarga mol boqadi. Bir ukamiz chagana so'rayapti. Shuni nomerini qoldiramiz. Ular yaxshi boqadi. Telefon qilasizlar, aloqa chiqasizlar, gaplashasizlar. Savdolaringiz kelishsa, gaplashib ko'rasizlar. Mana o't. Ko'plar o't. Albatta o'tlar shunday. Mana havorjida shunday o't. Shunaqa gaplar bizda. Sizlar uchun har kuni video qilishga harakat qilaman. Shu videoga maksimal like'lar bosingizlar. Agar like'imiz 500 dan oshaversa,
har kuni video qilaman. Har kuni sizlarga video lavha tashlayman. Laykimiz 500 dan oshsin. Sizlar uchun har kuni video lavha. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Nasib bo'lsa Hayit bayramigacha 25 ming obunachiga elik. Sizlar bir podrishka qo'yingizlar. Agar qo'llaringizdan kelsa bitta podrishka qilingizlar. Sizlardan bitta like tamom. Boshqa narsa like qancha like bo'lsalaringiz shuncha videomiz tarqaladi. Kim shu yerda biladi? Ko'plar bu yerda so'raydi, qayerda? Bu yer Bishkent, Murotepa. Tojikiston Respublikasining Xotlon viloyati. Noxiya Nasrxisrab hozirgi oldingi Bishkent noxiyasi, hozirgi Nasrxisrab noxiyasida joylashgan Murotepa qishlog'ida. Bizda oldin Bishkent noxiyasi bo'lgan, hozir nomi o'zgartirilgan Nasrxisrab. Mana bu yerda bitta shahid bor. Sho'dil shahid dedi. Mana bu yerda qariquduq bor. Shu katta dungning tagida, soyning ichida qariquduq bor. Mana shu dunglarida qo'shshakachar bor. Qo'shshakachar. Bunaqa chiqsaqchi? Menga sizniki baqirib yurmas, shu yerda qoladi. Men mana shu dunglar tarafiga o'tdi-ku. Mayli, qaradim aka. Videoga maksimal like'lar bosinglar, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmanglar. Sizlar uchun kamina kommentariyani o'rib borib bo'ldi. Mana aka. Bizda shunday holat. Bu qo'ylar meniki, mana. Ha, dunglar yoqda. Bu bir aka xonadoniki. Shunday bajaribmiz. Xayr, sog'mizlar, omonmizlar. Yana bir videoda ko'rishguncha. Mana ki so'z ko'radilar. Go'zallab chiqqan. Mo'reyna. Cho'g'ilgan. Faqat so'z ko'rib kelyapmiz. Ha, so'z ko'radilar. Mollar tekislab o'tib ketyapti so'z ko'radilar. Çorbanı yürüp geldik. Saskırın akıt cip koyma. Tamam şimdi jol cip koy. Ey jilların saskırı hanımlar. Kurikaların saskırı. Mağla juda foydasi katta. Mana shu haykalni mush tarafidan indirib yo'q. Shuni jo'rg'on butlab